Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar, hammalaringga kunlaring xayrli bo'lsin. Yaqinda bitta savol bo'ladi. Mansard tom qanaqa bo'ladi? Ko'rinishi deb tashladi tom. Tepasini bosib, mana bitta qurilish obyektidan bitta misol ko'rsatmoqchiman. Agar ikkinchi etajga plita bossalaring, uni tomda ikkinchi etajni germetasi saqlash kerak. Germetik qilib, o'sha saqishda naqalarda qilib, mana o'sha Toshkent shahardagi katta qurilish bu. 14 etaj ekan, adashmasam bu. Demoqchimanki, mana bu tomga shu yomg'ir suvlar qanday qochiradi degan savolga mana trap o'tkazishgan ekan. Ariqcha qilib bu o'zi adashmasam plita bosilgan. Plitani ustidan shunday to'g'ridan to'g'ri o'sha kafelni bosishyapti.